Assalomu alaykum qadrli ko'rman do'stlar. Bir kitob bir olam programmasini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Alisher Navoiy Uyg'ur klassik adabiyot tarixidagi mashhur adib, buyuk insonparvar shoir, mutafakkur va ijtimoiy faoliyatchi bo'lib, u keyingilar uchun nihoyatda qimmatli madaniyat meroslarini qoldirgan. Uning asarlari mangulik hikmat nomi bo'lib, abadiy qimmatga ega. Bugungi programmamizda biz Jungo Uyg'ur klassik adabiyoti va Muqam ilmiy jamiyati nashri tayyorlagan Beijing Millatlar nashriyati nashr qilgan Dunyo madaniyat xazinasidagi buyuk namoyanda Alisher Navoiy asarlari ichidagi Chahar divan, ya'ni Xazaunul Maani nomli 4 tomlik asar ustida suhbat quramiz. Men avval ko'rman do'stlarga suhbatimizga ishtirok qilgan 3 aziz mehmonni tanishtirib o'tay. Mirsulton Osmonov aka, tilshunos, tadqiqotchi, Şinjan Uyghur Avtonom Rayonluq Til Yazık Xizmat Komitetidan. Abdulaziz Abdurahim aka, oliy muxbir, Jungo Uyg'ur klassik adabiyoti va Muqam ilmiy jamiyatining boshlig'i. Qurbanjon Abduqodir apandi, Jungo Uyg'ur klassik adabiyoti va Muqam ilmiy jamiyatidan. Abdulazizga biz Jungo Uyg'ur klassik adabiyoti va Muqam ilmiy jamiyati degan nomni ko'p anglaymiz. Mening bilishimcha bu jamiyatningki, bu ilmiy jamiyatning qilayotgan emgaklari hozir qadar uzilib boqmadi. Uning ustiga o'qirman do'stlarimizga nurg'unlagan samaralik emgaklarni qilib kelyapti demdi. Mush fursat siz oldi bilan shu Jungo Uyg'ur klassik adabiyoti va Muqam ilmiy jamiyatining qurilishi va uning funksiyal xizmatlari haqida ozroq tushunib berib o'tgan bo'lsangiz. Jungo Uyg'ur klassik adabiyoti, Muqam ilmiy jamiyati Uyg'ur klassik adabiyoti Muqam tadqiqoti bilan shug'ullangan ilmiylik kasb jonligi kuchli bo'lgan davlat darajalik ijtimoiy tashkilot. Bu tashkilotning maqsadi munosabatlik nizom, qonunlarga rioya qilishni o'zining birdan bir maqsad qilgan. Shundoqlam Uyg'ur klassik adabiyoti Muqam tadqiqotini va qizish, qutqizish, ratlash, nashr qilishni o'zining vazifasi qilgan bir ilmiy tashkilot. 1989-yili Avtonom rayonning asosli rahbarlarining qo'shilishi bilan ilgari keyin bo'lgan Uyg'ur klassik adabiyot tadqiqot jamiyati, Muqam tadqiqot jamiyati, Muqam fondi jamiyati qurilgan. Bu jamiyat 10 necha yil jarayonida klassik adabiyotga oid, Muqam tadqiqotga oid nurg'un xizmatlarni ishlagan. 2004-yilga kelganda yana Avtonom rayonning asosli rahbarlarininki o'rinlashtirishi, shundoqlam yetaklishi og'zida biz 6 oydan ortiq tayyorlik qilish asosida Şinjan Uyg'ur klassik adabiyoti Muqam ilmiy jamiyatini qurib chiqdik. Bu jamiyat qurilib 3 yil o'tgandan keyin biz yana Jungo Uyg'ur klassik adabiyoti Muqam ilmiy jamiyatini qurib chiqdik. Bu jamiyat 2008-yilning oxiri Urumchida qurildi. Jamiyat tashkil jihatdan aytganda 2 vizitka asosida bir guruh xodim vazifani ustiga olgan tashkilot bo'lib qurildi. Oldi bilan bizning dastlabki qilgan ishlarimizni qisqacha degim kelyapti. Birinchisi 2005-yil 10-oyning 2-sidan 3-gacha Avtonom rayon rahbarlarining qo'shilishi bilan Qashqar viloyatlik ma'muriy mahkama, Ko'nishan oylik xalq hukumati ustiga olgan Mahmud Qashqarning 1000 yilligini xotirlash ilmiy muhokama yig'ini uyushtirildi. Şinjan Uyg'ur klassik adabiyoti Muqam ilmiy jamiyati mush yig'inning konkret tayyorlik xizmatini yarim yildan ortiq ishildi. Ikkinchi birisi 2008-yili Beijingda shundaqla Urumchida ochilgan Mahmud Qashqarning 1000 yilligini xotirlash ilmiy muhokama yig'iniga biz olim mutaxassislardan yig'inga qatnashishga evet. Üçüncü birisi 2008-yilning oxiri
2009'ның алдыңғы yarım жылда Qozog'istonning Olma-ota shahrida, O'zbekistonning Toshkent shahrida Mahmud Qashqarning 1000 yilini xotirlash ilmiy muhokama yig'ini ochildi. Bu yig'inga bizning jamiyatning bosh bo'lishi, yetakchi orasida Şinjan'dan bir qism olim mutaxassislarimiz berib, bu ahamiyatli yig'in qatnashdi. To'rtinchi birisi biz 2011 yili 11 ayning 1 va 2 kunlari Ashir Navoiyninki 570 yillik xalqaro ilmiy muhokama yig'inini ochdik. Muqam jihatdami biz bir qator xalqaro faoliyatlarni o'tkazdik. 2007 yili biz 6. navbatlik xalqaro muqam ilmiy muhokama yig'inini Urumchida ochdik. İkinci birisi 2004 yildan hozirgacha bizning yapgan faoliyatlarimiz 15 qatimdan oshdi. Üçüncü birisi 9 ayning o'ttirdan keyin xalqaro 7 qatimda muqam ilmiy muhokama yig'inini Qumul shahrida ochmoqchi. Biz dal mushu muqam yig'ini mezgilda Qumul shahrida muqam rasmlar ko'rgazmasini ochmoqchi. Yana bir hammamizga ma'lum muqamning 4 xil yeziqdagi plastinka ishlanib bo'lgandan keyin yani markazdagi shundoqlam Abdumrayndagi rahbarlarning ko'ngil bilishi bilan biz 31 mashrabni ishlab chiqdik. Biz yana muqam ustozi Turbankamninki mis haykalni Şinjan muqam ansambliga 2011 yili 10 ayning 8 kuni o'rnatdik. Bizning ikki jamiyatning hozir muqim o'rni bor. Muqim ishlaydigan xodim bor. Umumlashtirib aytganda, jamiyat qurilgandan hozirgacha markazga bir qism rahbarlarimiz Abdulmaraylik Partikom, Abdulmaraylik xalq hukumatining asosli rahbarlari jamiyatimizga kelib xizmatlarimizni ko'zdan ko'chadi. Shundaqla xizmatlarimizga yetakchilik qildi, bizga ilhom berdi, madad berdi. Hammamizga ma'lum bo'lgandek Mirsulton aka, bultur Jungo Uyg'ur klassik adabiyot va muqam ilmiy jamiyatininki uyushtirishi bilan Buyuk adib Ashir Navoiyninki Char Divan nomli 4 tomliq asri nashr qilinib, o'qirmanlarimiz bilan yuz ko'rishdi. Unda sizlar shu Char Divan nomli mush asarni nashr qilishda Mirsulton aka qanday qo'lyozmalarga asoslandinglar? Bu ishqa eng oldi bilan yetarlik material lozim edi. Mana shu masalani ko'zda tutib, bu jamiyat oldi bilan bir qism kasbiy xodimlarni joylarga tushirdi. Bunun da ichida oldi bilan Qashqar, Xotan va Urumchi. Bu o'rinlarni tekshirib, bizga aloqador bo'layotgan qo'lyozmalarni tepib keldi. Akalgandan keyin biz bu qo'lyozmalarni bir qo'r tanladik. Biz bu materiallarni orlab ko'rganimizda Qashqar viloyatlik muzeyda saqlanayotgan 0060 nomerlik bu qo'lyozma bizningki mushu ishni qilishimizga boshqalarga nisbatan bir qadar foydali, bir qadar muvofiq bo'lgan qo'lyozma bo'lib chiqdi. Hamda uningdan boshqa biz Qashqar viloyat va shahardan bo'lib 3 dona qo'lyozma akaldik. Avtonom rayonlik muzeydan 4 dona qo'lyozma akaldik. Xotandan 1 dona qo'lyozma akaldik. Hamda mushu narsani umum surishtirganda biz 14 o'z ishimizdan chiqqan 14 qo'lyozma asosida bu xizmatni elib bordik. Ham buningdan boshqa Toshkentda nashr qilingan Chor Devonninki 4 tobi, Anqarada nashr qilingan 4 tomi bizning foydalanish materialimiz bo'ldi. Lekin mushuning bilan bu masalani degandek hal qilib ketgili bo'lmadi. Biz endi boshqa chopi qilingan materiallarni
foydalandik. Bu qitimqi chor divanning umumiy ishlanishida bizning asosqi materialimiz bu. Mirsulton aka, biz nayt söylemiz sizning amgaklaringdan endi. Sizning shu chor divan nomli asarning ro'yobga chiqishida nayt zo'r rol o'ynagan mo'tabar ustozlarning biri. Qurbanjon xalqimizning bir esil xislati va bir esil an'anasi bor. Bular o'zlariningki allomalarga, peshvolarga bo'lgan hurmatini nim bilan ifodalaydi deganda ularning asarlarini yig'ish, ko'chirish, talqin qilish, yodlash va taqtishdek shundoq ilmiy emgak va xalsan emgaklarni ifodalaydi endi. Buningdan qaragan chaqning o'zida shu Chorivandek buyuk asarning maydonga chiqishidimi, yanala xalqimizningki shu orasidagi shu tarqalgan ko'chirilgan qo'lyozma nusxalarininki aytib muhim rol o'ynaganligini bayon Mirsulton akam deb o'tdi. Hamda sizdan so'rab baqsam, 15-asr Uyg'ur adabiyot, jumla turk til adabiyotininki buyuk namoyandasi bo'lgan Alisher Navoiyninki hayoti, shundaqla uningki bizga qoldirib ketgan asarlarining turi soni haqida biroz to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Alisher Navoiy 1441 yili 2-oyning 9-kuni Heratda tug'ilgan. Va 1501 yili 60 yoshida shu Heratda vafot bo'lgan. 1-oyning 3-kuni, 1-oyning 3-kuni. Navoiyni jon she'riyat munbirdagi ulug'vor bir namoyanda deb aytish mumkin. Shundaqla u yana o'rta asr Uyg'ur turkiy tilining va turkiy badiiy nutqining mislsiz bir muayiri va ustozi. Alisher Navoiy vafot bo'lgandan keyin uning yaqin do'sti va Sulton Husayn Boyqara o'zining Risala nomli Alisher Navoiyga atalgan marsiya asarida Alisher Navoiyni nazm dunyosining 4dan birini qo'lga keltirgan qahramon, shundaqla uni she'riyat mamlakatini qo'lga olgan sohibqiron deb ta'riflagan. Demak, Alisher Navoiy bizning adabiyot tariximizda Yusuf Hasojibdan keyin yana bir yuksak palla tiklagan mutafakkur deyishga bo'ladi. Alisher Navoiyning nazmi va nasriy asarlarini divan, tarix, tazkira, adabiyot til nazriyasi degan o'xshash mushu temalardagi asarlarga bo'lishga bo'ladi. O mushu temalarni o'z ichiga olgan hozirgacha bizga ma'lum bo'lgan 30 parchadan ortiq asar yozib qoldirgan. Shundoq deyishga bo'ladi, Alisher Navoiyning asarlariga o'xshash bizning madaniyat tariximizda, adabiyot tariximizda xalqimizning orasiga Alisher Navoiy asarlariga o'xshash buncha keng tarqalgan va Alisher Navoiyga o'xshash o'zi mansub bo'lgan mushu bir adabiyotningki taraqqiy qilishi, hatto takomillashishida bundoq yuksak bir to'p qo'shgan yana bir shaxsni bizning adabiyot tariximizdan tasavvur qilish mumkin emas. Uning asarlarini turlar bo'yicha sanab o'tishga to'g'ri kelsa, divanlaridan G'aroyibus Sigar, Navodirus Shabob, Badayul Vasat, Favoidul Kibar qatorliq 4 divonni o'sigan Chahar divan va uning farscha yozilgan Divani Fani qatorliq divanlarini misol keltirish mumkin. Uning yana Sharq adabiyotidagi xamsachilik hodisidagi bir namuna bo'ladigan asari xamsa, ya'ni 5 asardan tarkib topgan xamsasi bor. Uning tazkira xarakterlik asarlaridan Majalisun Nafais, Nasaimul Muhabba qatorliqlarni tilga olish mumkin. Til adabiyot nazariyasiga munosabatlik Muhakamatul Lug'atayn, Risolati Muammo, Mizonul Avzon qatorliqlar bor. Diniy axloqiy asarlardan Mahbubul Qulub, Lisonut Tayr, Nazmul Javohir, Munajot, Chihladis, Sirajul Muslimin degan o'xshash asarlar bor. Andin tarixiy temadagi asarlardan Tarixi Anbiya va Hukama, Tarixi Mulki Ajam, Zubdat Tavarix qatorliqlar bor. Tarjimal xarakterlik asarlardan Halati Said Hasan Ardashir, Khamsatul Mutahayyirin, Halati Pahlavon Muhammad qatorliqlar. Vasiqalardan bo'lsa, Vaqfiya, Munshaat qatorliq mushta asarlarni aytib o'tish mumkin. Alisher Navoiy Uyg'ur klassik adabiyot tarixidagi va madaniyatidagi bir mo'jiza. Alisher Navoiy uning asarlarini nima deyish kerak deganda, Alisher Navoiy uning asarlari Uyg'ur tarixining gullanganligining bir simvoli va buyuk namoyandasi bo'lishga munosib. Abduzaka jamiyatlar Alisher Navoiyning asarlarini yig'ish, to'plash, uni nashr qildirish jihati yana konkret qanday xizmatlarni ishildi. Mushu xususda bir konkretlashtirib bir ta'liq etgan bo'lsangiz. Alisher Navoiy Uyg'ur klassik adabiyot tarixidagi mashhur
vakillarining biri. Navoiy asarda to'plamni ratlash va nashr qilish bir tarafdan cho'nqur siyosiy, ijtimoiy va ilmiy qiymatga ega to'liq ahamiyatli qurilish bo'lsa, yana bir tarafdan u zo'r bir sistema qurilish. Ilmiy jamiyatimiz 2006 yildan bu xizmatni qo'lga olishni planga kirgizgan. 2008 yilga kelganda bu xizmat rasmiy tur shaklida qo'lga olinib, yil oxirida avtonom rayonlik hukumatga rasmiy doklad qildik. Avtonom rayonlik partkom va avtonom rayonlik xalq hukumati asosli rahbarlari bu katta ishga alohida ahamiyat berdi. Mablag' jihatda zo'r kuch bilan qo'llab bu xizmatning o'ngishli ilib berilishiga zo'r madad berdi. Ilmiy jamiyatimiz necha 10 qitim ilmiy jamiyat boshliqlari yig'ini va munosabatli yig'inlarni ochdi. Hamda bu yig'inlarda mazkur qurilishning xizmat plani, tashkiliy apparati, shundaqlam ketadigan xarajat masalasi, xamchot qatorliqlar aloqalar masalalar ustida bir qator loyihalarni tuzib chiqdi. Hatto bu xizmatning mukammal tartibda boshlanish uchun zarur tepilganda avtonom rayonning boshqa joylarga munosabatli xodimlar bilan fikr almashtirish, ularni bu jihatdagi fikrlarini anglashni qo'lga keltirdi. Biz bir qator suhbat yig'inlarini ochgandan keyin rasmiy bu qurilishning tashkiliy apparati ustida so'zlashdik. Mutaxassislar guruhining guruh boshliq vazifasini bizning hurmatga sazovor ustozimiz Mirsulton akam ustiga oldi. Bular bu xizmatni ustiga olgandan keyin oldi bilan Navoiy asarlarini ishlashning prinsipini, talabini, uning maqsadini, shunaqlam vazifalarini tuzib chiqdi. Biz bir guruh tashkillab Qashqar, Yakan, Xotan, Urumchi shahrida 37 parchaga yaqin qo'lyozmani yig'ib keldi. Qo'lyozmalarni yig'ib kelgandan keyin yuqorida aytib o'tib ketgan o'sha prinsiplar bo'yicha Navoiy asarlarininki nashr qilish jihatdagi sifat o'tkilni qattiq tutish masalasini o'tirib qo'ydi. Biz muqovalarni loyihalash masalasi, ishidagi naqshlarni loyihalash masalasi, batlarning loyilanishi jihatda. Mushi jihatdimi salmoq bo'ldik. Har qanday ilm ahli. Endi ko'z oldidiki, mushi natijani ko'rgan vaqtida, meningcha qoyil bo'lmay turolmaydi deb qarayman albatta. Bu emgak, endi biz ilgari hisoblaganda 7-8 yillik vaqt ketdi deganimiz bilan rasmiy kirib ishlagan vaqtda 1,5 yil vaqtda bu nashrga tayyorlandi. Demak, ajrining tegi oltin degan shu. Demak, bizning oldimizda turgan bu Alisher Navoiyninki yurishlik asarlarining o'zi bir oltin. Mirsulton aka, mana bu shundaq yirik asarni yo'q chiqarish jarayoni haqiqatan osonga to'xtamaydi. Buni nashrga tayyorlash davomida cho'qim boya Abdulazizkan deb o'tgandek, shu birlik kelgan bir prinsip bo'lmaydi endi buningda. Undaqda shu Alisher Navoiyninki yurishlik asarlarini nashr qilish davomida sizlar qanday bir xil birlik kelgan ilmiy prinsip qo'yandinglar? Bizning bu qitimga tutayotgan bu ishimiz sistemalik ve umumyüzlük bir iş bağlılığı için aldı bilen bir birlik kelgan prinsip buluş gerekti. Bu prinsipler gelecek. Ben mühimlerine ötebendeki bir kança noktayı bölüp sözlep vereyim. Birinci prinsip asliga sadık buluş. Tekstini özgertmezlik. Biz neme için bu prinsipini koyduk desek, ötken vaqtda Navoiy asarlariga azroq soğuk qo'l tekkizish ishlari bo'lgan.
ya'ni Navoiy asarlarininki qosh-qopig'ini o'zgartib, hozirgi zamonga loyiq qilish ishlarini ma'lum bir mezgil davomlashgan. Keyin bu to'xtadi. Endi yana shunday bir ish bo'lib qolmasida biz eng oldi bilan tekstni o'zgartmaslik, asliga sodiq bo'lish degan mushtaq bir prinsipni qo'ydik. Ham boshdan oyoq shu prinsip bo'yicha ishladi. Ikkinchi birisi Navoiyning Chordevondagi beytlarni yoki beytlarning ayrim so'zlarini eng oz bo'lgan vaqtida 3 qo'l yozmaga asosan bekitish. Üçüncü bir prinsip. Arap Faris tilidan kirgan so'zlarning masalasi. Biz Arap Faris tili so'zlarining hammasini o'z ayni bo'yicha yezish. Hamda ularning talaffuzini bekitgan vaqtimizda aynan bekitish, lekin ba'zi ahvollarda Arap Faris tili lug'atlaridan sirt bizga yaqinroq bo'lgan tojikcha lug'atlardan foydalanish ahvolini maydon qo'ydik. To'rtinchi bir prinsip. Biz endi mana oldinlar turibdi, buning asli yezilishi. Hozirgi Uyg'ur harflari bilan buningki transkripsiyasi, Latin harflari bilan transkripsiyasi 3 xil, bir tom 3 xil bo'lib chiqadi. Latin harflari bilan bo'lgan transkripsiyada biz xalqaroda ishlatilayotgan transkripsiya belgilarini qo'llandik. Buning sababi nima? Buning sababi biz bu qitim varislik qilish degan mushundoq bir ruh bilan ishlayotganligimiz uchun biz latincha transkripsiyani bekitdik. Yana bir masala. Navoiyning asarlari davrimizga bizning katiblarimizning davrlar bo'yicha ko'chirishi, qo'ldan qo'lga ko'chirishi orqali yetib kelgan. İmladımı ba'zilarini qo'shib yozgan, ba'zilarini ayirib yozgan. Endi biz bu masalada bir prinsip bekitishimiz kerak. Shuning uchun biz qanday qildik? Uyg'ur tiliga xos bo'lgan butun qo'shimchalarni yiltizga yoki o'zakka qo'shib yozish. Biz boshdan oyoq mayli yozuvchi qo'shimcha bo'lsin, mayli turligichi qo'shimcha bo'lsin, uni yiltizga qo'shib yozsa deb biz qo'shib yozdik. Endi Arab Faris tili so'zlarining imlosi bo'lsa, uning lug'atlarda qanday yozilgan bo'lsa, biz shu bitta bekitdik. Muhim prinsiplar shu. Demak, mushunday mukammal bir prinsip, bir belgiga ega prinsip bo'lgan tushunishlik suhbatga chiqqanda, rahmat. Qurbonjon, navbatda elimizda shu Alisher Navoiy va uning asarlarining tadqiqotiga oid qanday bir xil ilmiy xalqaro faoliyatlar olib berildi? Alisher Navoiyning hayoti va asarlari haqidagi ilmiy faoliyatlar yaqinqi davrdan buyon haqiqatan mo'l bo'ldi deyishga bo'ladi. Masalan, 1991-yili Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Fan Ma'rif tashkiloti shu yilni Navoiyning xalqaro yili qilib bekitdi. Mush qizg'inlik bilan elimiz ichi va sirtida Navoiyning 550 yilligini xotirlash faoliyati dunyoning har qaysi joylarida o'xshamagan usullarda ilib berildi. Hatta mush munosabat bilan Amerika, Pokiston, Turkiya, Germaniya, Fransiya, Yaponiya, Afg'oniston, Malayziya qatorliq mushu davlatlarda Navoiyning asarlari tarjima qilinib chiqildi va Navoiy haqida maxsus tadqiqot yig'inlari o'tkazildi. Undan boshqa 2001-yili Beijingda Navoiy tug'ilganligining 560 yilligini xotirlash xalqaro ilmiy muhokama yig'ini o'tkazildi. Undan boshqa 2011-yilga kelganda aytilib o'tilgandek Jungo Uyg'ur klassik adabiyot va muqom ilmiy jamiyatininki bevosita tashkillashi bilan Navoiy tug'ilganligining 570 yilligini xotirlash xalqaro ilmiy muhokama yig'ini birinchi dog'dug'liq elib berildi. Albatta Navoiy va Navoiyning hayoti asarlari haqidagi faoliyat, tadqiqot va tonish ijtihod ishlari bu yaqinqi davr bilan ham cheklanib qolgan bir faoliyat emas. Hatta Navoiyning hayot vaqtida Navoiy haqidagi izlanishlar boshlanib bo'lgan. Masalan, Makarimul Axloq degan bir asar tarixchi Xondamirning Navoiy hayot vaqtida Navoiyning oxirgi umrida Navoiyningki go'zal axloqlari, asarlari, janrlari va Navoiyningki hayoti faoliyatlari haqida ma'lumot beradigan shunday bir tarixiy asar izlanish faoliyati
boshlangan. Navoiyninki vafotidan keyinmi Navoiy haqidagi izlanish faoliyatlar bizda izchil to'xtab qolmadi. Bu vaqt kuchurlar Ravzat Safa, Tarixi Rashidi degan o'xshash Navoiydan keyin madaniyat tariximizda maydonga kelgan namunalarda bu vaqtdagi uchurlar berilgan. Onundan başqa 17-18 asrdan keyingi Uyg'ur madaniy hayotimi Navoiyga bo'lgan varislik va izchillikda gavdalandi. Nurg'unlagan adiblar Navoiy asarlarini o'zlashtirish, Navoiyning tematik ideyalarida chunqurlash, Navoiyning yaratgan obrazlarga varislik qilish qatorliq jihatlarda o'zining adabiy hayotida namunalarni barliqqa keltirgan bo'lsa, bir qism kishilar bizga mana mushundaq bir asarlarniki maydonga chiqishiga asos bo'lgan qo'lyozmalar, Navoiy asarlarining qo'lyozmalarini avloddan avlodga ulab ko'chirish deya iborat mushkul xizmatni qildi. Ana shularningki varischanligi, izchilligi va avlodlarga o'tkazib berish natijasida taki yaqinqi zamon davrimizga cho'g'anliqda Navoiy haqida faoliyatlar, Navoiyni aslash ijtimoiy yig'ilishlari, hatto Navoiyning asarlari madras maktablarda darslik qilinishga o'xshash, Navoiy haqida maxsus talqinlarni tashkillashga o'xshash mushkul faoliyatlar ilib berildi. Demak, tarixdan beri Navoiy asarlari haqidagi faoliyatlar, izlanishlar va ijtihodlar uzilib qolmadi. Demak, Navoiy va uning asarlari o'z navbatida Uyg'urlarningki madaniyat jihatdagi bir gullanishning buyuk namoyandasi va simvoli desak tamoman bo'ladi ekanda. Navoiy va uning asarlari Junxo madaniyat meroslarining muhim bir tarkibiy qismi bo'lib, u Uyg'urlarning madaniyati va klassik adabiyot tarixida muhim rol o'ynab qolmasdan yana Türk tilli xalqlarning madaniyati va adabiyot tarixidami davr bo'lgich ahamiyatga ega. Sharq adabiyotining gul toji bo'lgan Alisher Navoiy va uning asarlari haqida ep berilgan suhbatimizning ikkinchi qismi kelar qism programmamizda davomli huzuringlarda bo'ladi. Bugungi programmamiz mushat oxirlashdi. Xayr xo'sh, salomat bo'ling.